qishloqda joylashgan, Beklar choyxonasi yaqinida joylashgan ajoyib bir shinam uyimiz bor. Kirib kelishingiz xuddi shunday darvozaxonadan boshlanadi. Kirib kelishingiz bilan sizni xuddi shunday atmosfera quchoqlab oladi. Quchoqlab olgandan keyin uni qo'yib yuborishga iloji yo'q. Ko'rib turganingizdek, o'ng tarafimizda zeleniy zona qilib chiroyli qilib qo'yib qo'yilgan. Bu tarafda kirib kelishingiz bilan to'g'rini qarasangiz, uyimizni eng fayzli joyi, ya'ni yozda chiroyli so'rilarni qo'yib qo'yib, bemalol maza qilib o'tirsak bo'ladi. Endi keling, birinchi xonadan boshlaydigan bo'lsak, birinchi xonamiz xudo xolasa mehmonxona. Ya'ni bu mehmonxonamizga kelib, bemalol eshiklardan shunday kiramiz. Shunday kirib, mehmonxonani ko'rib, mehmonlarimiz bo'lsa, mehmonlarimizni olib kirib, undan keyin yana eshikdan chiqarib olishimiz mumkin. Endi xudo xolasa ikkinchi tarafiga o'tadigan bo'lsak, mana xuddi shunday uylarimizni juda ham chiroyli qilib qo'yishgan, o'zlari uchun qurib qo'yishgandi. Ikkinchi xonaga keladigan bo'lsak, ikkinchi xonamiz ham xuddi shunday родительский xona yokida farzandlarimiz bo'ladigan bo'lsa, farzandlarimiz uchun joy qilib qo'ysak bo'ladi. Uyimizni maydoniga keladigan bo'lsak, uyimiz maydoni 8 sotiq, ya'ni общий xonalarimiz 8 ta xonadan iborat. Uchinchi xonamizga kirib kelamiz. Uchinchi xonamiz ham xuddi shunday oila uchun yoki ota-ona uchun joy bemalol qilib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda esa to'rtinchi xonamizga kirib kelamiz. To'rtinchi xonamizga ham bemalol kirib tomosha qilishingiz mumkin. Endi uy remontlar ichkari dizaynga keladigan bo'lsak, xudo xolasa o'zimizga moslab turib remont qilib olsak bo'ladi. Bu yerda esa oshxona ichida yana bitta xonasi bor o'zi uchun, oshxona joylashgan. Bu yerda esa sanuzel, ya'ni kirib bemalol sanuzelimiz ham juda katta. Bu yerda ham hojatxonalarga ega, bu tarafi sanuzel. Xuddi shunday uyda orqa tarafida ham juda zo'r chiroyli joyimiz bor. Bu chiroyli joyimiz, ya'ni bu nima deydigan bo'lsak, kimki insonlar qiziqadi bir hayvonlar boqishga, ya'ni orqa tarafimizni orqa tarafimizni ham ko'rib chiqamiz. Orqa tarafimiz xudo xolasa o'zimiz uchun bir chiroyli mol yoki qo'y boqadigan yerlarimiz ham mavjud. Orqa tarafimizga keladigan bo'lsak ham, orqa tarafimizda ham o'ziga yarasha maydoniga ega joy. Ya'ni orqa tarafimizda hayvonlar uchun bir alohida yerimiz bor. Orqa tarafimizda ham ko'rib turganingizdek o'zining hojatxonalariga ega. Bu tarafga keladigan bo'lsak, podvallari bor. Podvallardan ham bemalol foydalansak bo'ladi. Kelib turib aytibdi, sport zal qilib qo'yadigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun zalli xona bo'ladi, ya'ni sport zal, ya'ni ko'chacha zal qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni ko'chaga chiqib emas, uyimizda, o'zimiz uyda ertalab turib, bemalol shug'ullanib, o'zimizga bir yaxshi emotsiyalar olsak bo'ladi. Xuddi shunday bu tarafimizda uzun zorimiz ham mavjud. Kelganingizdan keyin xuddi shunday molxonamiz yoki qo'y boquvchi, mol boquvchi insonlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday mol qo'y boqsa ham bo'ladigan joyimiz mavjud. Ko'rib turgan uyingiz juda ham shinam uy. Ya'ni bu uyda o'zim ham kirib kelgandan keyin shunday quchoqlab oldiki, qo'yib yuborgisi kelmayapti. Bu uyimiz uy egalari tomonidan 100 ming AQSh dollari deb baholandi. Tasvirga olish paytida 100 ming dollarga baholangan ushbu xonadonimiz 85 ming dollarga arzonladi. Haqiqatda hovli olaman deb niyat qilib yurganlar uchun zo'r variant, narxi ham juda ham ideal holatga keldi. Ulgurib qoling, boshqalar olib ketib qolmasin. Kimga xuddi shunday uy joylar kerak bo'ladigan bo'lsa, Zinat uy joy savdosiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Zinat uy joy savdo ishonch va sifat belgisidir. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.